Assalamu alaikum, hürmetli qarindoshlarım, salomatliginglarmi? Sizlar bilan yana bir qatimiz ko'rishganimizdan sizdan nihoyat xursandmiz. Jasorat Mo'minga xush keldinglar. Uyg'urlarda bir gap bor. Onalar bir qo'lida beshikni tavratsa, yana bir qo'lida dunyoni tavratadi deb. Haqiqatan bizning navbatdagi shu da'vo sepimizda bizniki onalarimizniki, ayollarimizning, qizlarimizniki roli nihoyat cho'ng bo'ladi. Shaxsan shu har turli namoyishlarni va yoki isbot berish faoliyatlarda bo'lsin, 60-70 yoshlik onalarimizni tatib 10 yoshlik, 20 yoshlik qizlarimizgacha nihoyat aktiv faoliyat olib berayotganligini ko'ryapmiz. Bugun mana shunday aktiv faoliyatchilarimizdan bir qarindoshimiz bilan suhbat qilmoqchi bo'ldik. U bo'lsa-mu hammalarga tanishib qolgan, Belgiyada yashayotgan Dunyo Uyg'ur ayollari birligining raisi Risolat Qahramon xonim. Assalomu alaykum, hurmatli Risolat xonim. Jasorat Mo'minga xush keldingiz. Va alaykum assalom. Bugun siz bilan suhbat qilish fursati bo'libdi. Siz to'g'riliq bilishga tegishli ishlar nihoyat ko'p, sizdan so'raydiganlarimiz nihoyat ko'p. Sizni mencha tanishtirmasam-mu, Uyg'ur xalqi asosan taniydi sizni. Şuna tafsilatınızı, mesela tafsili tarixinizni tanıştırmışsakmı, qisqa bir savollar orqali siz bilan ba'zi qarindoshlarimizni bilib ketmagan taraflar bilan tanishsak, masalan siz Belgiyada yashayapsiz-ku deyman. Ha, men Belgiyada yashayapman. Sizga qancha yil bo'ldi Belgiyaga kelgili? Belgiyaga kelganim mana 20 yil bo'ldi. 20 yil bo'ldi. Uzun yillar bo'ldi. Siz vatanda tug'ilganmi yoki O'rta Osiyoda tug'ilganmi? Men O'rta Osiyoda, Qozog'istonda G'aljat degan yezda tug'ilgan. Buni so'rashimdagi sabab masalan men O'rta Osiyoga ham borgan, u yerda nihoyat ko'p qarindoshlarimiz bor vatandan chiqqan. Ularning mutlaq ko'p qismi yana vatanga talpinib bir ko'zi vatanda bo'lsa-mu, ba'zi hayotning halakchiligida turmush bilan bo'lib ketib, vatanning ishlariga toz ko'ngil bilolmay ketayotgan qarindoshlarimizni ko'rdim masalan. Oldi bilan sizdan so'raydiganim, siz shu da'vo sepimizda ko'zga ko'ringan bir avangard ayollarning birisi, shunday aktiv rol o'ynashingizda da'vo ishlarimizda asosligi nima sabab bo'ldi? Chunki siz vatanda tug'ilmabsiz, Qozog'istonda tug'ilibsiz. Sizni shu ishga undigan sabab bo'lgan asosli omil nima? Endi men sizga yeng deb o'tdim, men o'zim Qozog'istonda tug'ildim. Qozog'istonning Uyg'ur rayonining G'aljat degan yezida. Bir ziyolilar oilasida tug'ildim. Tug'ilib endi o'zimning shu ismni bilib, bilgan vaqtimdan tatibla meni nurg'un o'ylar qiynaydigan bo'lib qolgan. Masalan, shu nima uchun shu Qozoqlarning Qozog'iston bor, O'zbeklarning O'zbekiston bor. Nimishki bizning Uyg'urlarning Uyg'uriston yo'q. Chunki mening masalan biz qo'shnim ham do'stim qozoq bir qiz bo'lgan. O qiz to'la endi azroq orlig'imiz bir narsa o'tib qolsa, sen Xitoyga ketmaysanmi deb nima qilib qo'yadi-ku. Şu vaqtda men shunday ig'ir keladi. Nima uchun biz Uyg'urlar bushaq holatda, biz nima uchun o'zimizning Uyg'uristonda yashamaymiz deb. Shu endi mening demoqchi bo'lganim, kichik chig'imdan tatib, shu o'zimning millatimga degan sevgi meni shunchalik shu cho'ng bo'lgan siri texim o kuchayib, hatto shu bizning keyin men o'zim o'qiyotgan vaqtlarimda bir kitob chiqdi bizda Qozog'istonda. Qozoq taomlari edi. Milliy taomlari edi. Shuni bilan uni ochsangiz, o kitobda sap bizning Uyg'urlarning taboqlarida endi. Cho'shir, manta,
Şunun bir liqi kitabını tutup, bütün dostlarımla yedik berip, sizler muşu tamak yetişini bilemizler. Neyim üçün meşege muşu Kazak taamları dep çıkadыңlar degen bolup, endi mening qısqacha aytsam, nurg'un milliy g'ururim yaman kuchli bo'lgan. Shuning bilan chet elga 98-yili shu Belgiyaga ketdik. Shu 99dan tatib, mana men shu bizning milliy davada, Uyg'ur davasida bir kishilik o'zimning borchimni atqaray deb yashayapman. Demek ki 20 yıldan aştı degen gap siz şu Uygur davasida şu milliy merkezden tartib qurultayninki qurilishicha bo'lgan hamma jarayonda ayni aktiv faoliyat olib beryapsiz. Ya'ni siz shu eng dastlab shu Yevropada qurilgan markaziy tashkilotlarning qaysisiga qatnashgan va qanchalik davom qildingiz? Endi dastlab biz 99dan tatibla biz shu Belgiyada Uyg'urlarni to'ntirish, Uyg'urlarni tashkillash ishlari bilan shug'ullandik. Nurg'un Uyg'urlar bu yerda biz eng kelganda Uyg'ur degan millatni tonimatdi hatto. Shuning bilan bu yerda shu tonishtirish jarayonida keyin bizning shu vaqtdagi Sharqiy Turkiston milliy qurultiyi a'zolari nima Asqarjon apandim bilan Umid apandim bilan kelib bizni shu endi yo'l yo'riq ko'rsatib eng kelgan Uyg'urlarga Belgiyada shu ular bilan birga boshladik. Keyin 2001-yili shu bizning Belgiyada qurultay 4-navbatlik qurultay, menimcha 4-navbatlik deyman. Chiqib Sharqiy Turkiston milliy qurultiyining qurultiyi bo'lib o'tdi bizda, shu Brusselda, Belgiyada. Shu vaqtda bizning shu Belgiya jamoati shu bütün kelgan vakillarni, 100dan oshiq vakillarni kundalik kashlik tamoq bilan undan keyin u yoq bu yoqqa qatnash mashinalar bilan ta'minlash bilan tashkillab shu vaqtdan beri men shu Dünya Uyg'ur ayollar Dünya Sharqiy Turkiston milliy qurultiyining ham vakili ham shu vaqtda men shu ayollar komitetining rais bo'lib saylandim shu qurultayning. Ondan keyin oraliqda undan keyin Dünya Uyg'ur qurultiyi qurildi. O qurilib uzun o'tmay Rabia xonim turmadan chiqib bu tashkilotga bosh bo'ldi. Ya'ni shu jarayonlarda siz boshdan oxiri bu tashkilotda botdingiz, shundaqmi? Ba. Men shu qurultayning 2004-yili Dünya Uyg'ur qurultiyi bo'lib o'zgardi. Shu vaqtda men yana shu ayollar komitetining raisi bo'lib saylandim. Keyin Rabia onamiz 2006dan tatib Rabia onamiz raislik bo'lib saylandi. Men shu kamgacha shu qurultayda bo'lgan. Endi hozir siz Dünya Uyg'ur ayollar birligining raislik vazifasini o'tayapsiz. Bu birlik, ya'ni Dünya Uyg'ur ayollar birligi qachon maydonga kelgan, nima sababdan maydonga kelgan? Endi bizning Dünya Uyg'ur ayollar birligi 2013-yili Parijda birinchi qitimliq shu Dünya Uyg'ur ayollar qurultayini o'tkazib, shu yerda dunyoga keldi. Uning natijasi u qandaqlacha dunyoga keldi desanglar, Rabia onamizning shu o'zining tashabbusi ham yetakchilik bilan o'zining shu burun-burundan armini bizning ayollarni bir shu dunyo sahnasiga olib chiqib, ayollarni kuchlantirish edi. Shuning bilan bu Dünya Uyg'ur qurultiyi har yili Dünya Uyg'ur ayollarini yig'ib tarbiyalash kurslarini uyushtiradi har yili. Shu bizning 6-navbatlik shu tarbiyalash kursi Parijda bo'lganda, shu yili biz Dünya Uyg'ur ayollar birligini qurib chiqdik. Bu tashkilot endi masalan ayni vaqtdagi shu Rabia xonim yetakchilik qilayotgan Dünya Uyg'ur qurultiyining tarkibidami yoki ayrim tashkilotmi? Yo'q, biz Dünya Uyg'ur ayollar birligi biz bir mustaqil bir tashkilot. Hech qanday bir tashkilotning tarkibiga kirmadik. Biz o'zimiz bir xalqaroliq
толық рәсмиятын өткен мұшу мәркізі, мұшу Бельгия болдыған бір мұстақыл тәшкілат. Bu teşkilatın kuruluşunda Rabia Hanım'nınki rolü qandaq oldu? En asasi rolünü şu Rabia Hanım'ız atqudi deyme, nimşke deysiniz şu Rabia Hanım'ızın teşebbüsü bilen şu kurduk. Nimşke deysiniz biz her jili şu seminarlar barattık. Her jili her bir dövlette yüzden oşuq ayallarını jığıp Dünya Uyghur Kurultayı seminarlarını ötküzetti. Şunun bilen biz üyede her daim bizni endi bizge nim qilgan narsa bu şu Rabia Hanım'ızni bir lider süpütüde. Lider bo'lgandiki, eş Rabia Hanım'ızni asraydigan, Rabia Hanım'ızның bexatarligini ko'zimiz bilan ko'ratdik. Hech qanday bir ish ma'lumotdi. Rabia Hanım'ız yalğız uçup kelayotgan, chimadonlarni ushtirib жүрген, tinab ketgan. Ondan keyin chimadini aylab safarda жүрген uchun kiyim-kechak tarafdan bo'lsin. Şu vaqtda biz o'ylangan, bu Rabia Hanım'ız bizning bir liderimiz tutsa, bir anımız tutsa, 30 milyon biz bir Uyg'urlar bir liderimizni hem tarafdan qo'g'dash, hem mush bexatarlik tarafdan, hem kiyim-kechak tarafdan bir yordam qilsak, mush ayollar deb biz ashada o'zimiz tashabbus ko'targan. Tashabbus ko'tarib bu Rabia Hanım'ızga mushu o'zimiz ayollar bir kuch chiqaraylik, hammamiz haqiqatan iqtisod tarafdan bo'lsin qanday bir yordamimizni beraylik, bir ayolni yeniga hatto qo'yishga tirishaylik deb maslahatlashgan. Hatto shu vaqtda biz ND'ning nimasi vaqtki raisi Luiza xonimga biz bu to'g'riliq degan. Uchrashib biz endi bu biz liderimiz tutsa, shu u Estoniyadagi bo'lgan seminarda bo'libdi bu. Rabia Hanım'ız kechib kelib tinab chimadonlarni ushtirib keldi. Shunga biz endi shu vaqtda chidimdik. Nima uchun Rabia Hanım'ız yolg'iz uchdi bu samolyotlardan? Nima uchun biz Rabia Hanım'ızning bexatarligini shuncha 30 milyon xalqi biz nim qilmaymiz deb shu yerda shu endi har turli nimlar bo'lib, keyin oxirsida shu 6-seminar bo'lganda Parijda shu birlikka kelib ham xonimlar biz shu Dünya Uyg'ur ayollar birligini qurib chiqqan. Bu qurilgandan keyin izchil faoliyat olib beryapsizlar, uni ko'ryapmiz. Bunun da boya degandek Rabia Hanım'niki milletimizniki lideri bo'lish sifati bilan ham bir ona bo'lish sifati bilan nihoyatda muhim rol o'ynaganligini bu tashkilotniki qurilishida eslab o'tdingiz. Endi bu sizlarniki faoliyatinglar har xil bo'lyotdi. Rabia Hanım araliqda uzun yillar Dünya Uyghur Kurultayı'ga lider bulup, hem barlıq Uyg'urlarga lider bulup o'tgandan keyin yaqinda o'zi istifa so'radi, ya'ni oliy rahbar degan qalpoqni o'tkazib berdi. Shu bilan bu Dünya Uyghur Kurultayı degandan butunlay munosabatni uzgan bo'ldi. Ammo araliqda shu Dünya Uyg'ur ayollar birligi degan bu tashkilot bilan mening bilishimcha izchil hamkorlashib ishlab qoldik deyman. Ya'ni biz uningda jiroqlashgan bir ahvollar ko'rilmagandi. Ya, biz doim Rabia Hanım'ızni qo'llaymiz, qo'lladik ham qo'llaymiz. Doim Rabia Hanım'ızga ishonamiz. Shuning uchun biz endi biz Dünya Uyg'ur ayollar birligi har qanday millat manfaati ko'zlagan, millet davasını ko'zlagan har qanday shaxs va tashkilotlarni qo'llaymiz, ham hamkorlashamiz. Biroq Rabia Hanım'ız bir ana, bir aciz, bir liderimiz uchun biz Rabia Hanım'ızni shu Dünya Uyg'ur ayollar birligi ham tarafdan qo'llab, quvvatlab, ham hamkorlashamiz. Bu yerda bir ishni bugun o'tirib bir keng Kuşada paranlaşımız Risalat Hanım. Siz uzun yıllardan şu Rabia Hanım'ızni hiç taşlamay yanında qo'llab kelayotgan xuddi o'zining qizidek hamma jihatdan qo'llab kelayotgan birisi bo'lish sifatingiz bilan Rabia Hanım'ızni nihoyatda yaxshi tushunasiz va atrofliq
Tunuysiz deb his qilaman men shaxsan. Endi hozirgacha Rabia onamizniki masalan chet elga chiqib, shu tashkilotchilik ishlarida liderlik rolini o'ynagandan tortib, shaxsan men beshimda o'tganini so'zlab o'tsam, men chiqqan chog'da Rabia xonim turmadan chiqmagandi. Yevropada bir necha tashkilot bor ekan-to'q. Ularning qilib yurgan ishlar hozir so'zlab pas kichik bolam kulib telib qoldi. Shunday holatda Uyg'urcha hech kim bilmaydi, shunday holatda. Rabia onamiz chiqib 10 necha yil jafoliq kurash qilish orqali ham o'zining borlig'ini atash orqali bu yerda demoqchi o'g'lim bir inson bo'lish sifatimiz bilan bunda tasavvur qilsaqlar hammani mensini atabatdi deganga to'g'ri baho bera olamiz. Chunki vatanda eng chong boylarning birisi hamma boyligidan voz kechdi. Hammadan biz qo'l qo'ymasak bo'lmaydigan yeri shunchalar farzandlardan urug' tuqqanlardan voz kechib, shu millatim deb 10 necha yil kurash qilish jarayonida mana o'z ko'zimizdan ko'rib turibdik. Dunyoga Uyg'ur degan bir nom tonildi. U Rabia xonimni o qurultayniki lider bo'lib ishlayotgan mezgillarda Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bosh kotibidan tortib Amerikaning prezidentigacha va Yevropadagi bir qism davlatlarning prezidentlarigacha qabul qildi va e'tirof qildi. Hatto prezident Bushniki bu ayolniki qimmati Xitoyniki yadro qurollaridan kuchli degan ajoyib bir tasvirlashtirib bo'lgan. Millatimiz shu qadar faxrlangan. Shunday bir isil liderimizning, kuchli liderimizning bo'lganligidan faxrlangan edi. Ammo o'tgan yilda va uning oldidagi shu bo'lib Parijdagi nimadan qurultay saylamining oldi keyinida va undan keyin nurg'un paskashliklarni, suiqasdlarni ko'rib turdik. Qo'limizdan bir ish kamidi, bu millatning lideri analgan onamiz putlab yiqitildi. Mushu jarayonlarning hammani ko'rib turdik. Menmi ko'rib turdim, sizmi ko'rib turdingiz. Bu masalan bir yil bo'libdi bu ishqa. Rabia ana oxiri bu oliy rahbar deganni o'tkazib berdi, esa qurultaylash munosabati qolmadi. Mushu jarayonlarni men ko'rib o'zimning bilganim bo'yicha cho'qan sapaqdim. Sizmi ozroq cho'qan sapaqamsiz? Nimalarni his qildingiz bu jarayonda? Endi Rabia onamiz birinchidan men o'zim mushu taqdir meni mushu Yevropaga chiqib Rabia onamni uchrashtirib bizning ana bola munosabatimiz ham liderimiz. Men shuningga shunchalik Allohga rahmatimni aytaman. Undaq bir inson 100 yilda bir tug'ilmaydi. Bir ayol, bir lider bo'lib bizning Uyg'urlar uchun Xitoyning turmisidan qutulib chiqish o'ng'ay emas. Agarda bundaq o'ylasak, Rabia onamizning u yerdan qutulib chiqishi biz Uyg'urlar uchun eng bir Uyg'ur davası uchun bir cho'ng bir endi sovg'a desam bo'ldi, bir Alloh berganda. Shuni biz hammamiz ko'zimizdan qarchug'dek qadrlab saqlab berishimiz kerak. Rabia onamiz siz shu turmadan chiqqandan beri deb o'tdingiz. Qanchalik mashada endi qandaq Uyg'ur davasining yuksakligini to'g'riliq. Hatto Rabia onamiz turmada yotgan chig'ida Rafto mukofatini olganda Rabia onamizning to'nganlar Uyg'urlarni to'nib yetdi. Uyg'ur davasini to'nib yetdi. Undaq deyishimning sababi Rabia onamiz dastlab 2005-yili martda turmadan chiqib birinchi mushu Amnesty kechirim tashkilotining uyushtirishi bilan o'rinlashtirishi bilan mushu Yevropa bir necha Yevropa ellariga safarga chiqdi-da. Shu vaqtda mushu Belgiyaga kelganda Belgiyada meni shu kechirim tashkiloti hamsi Rabia onamizning yanında tarjimon bo'lib berishni o'tindi. Men endi azroq o'zim ansirdim, endi qandaqmi bo'lib ketadi deb Rabia onamizni vaqti men rastlamasam ko'mgan bundaq endi. Shuning bilan Rabia onamizni birinchi qitim shu gullarimiz bilan chiqib Bashadagi jamoat qarshi oldik. Rabia onamiz chiqibla, qizim sizmi mening tarjimonim deb so'radi. Men Rabia'na dedim, shu ichiga patmay so'zlab ketdi, butun shu bizning Uyg'urning vaziyatini ham
проблемадан татып, өзінің қандақ түрмеде етіп, қандақ. Шының бән, ой, Рабияна, сәл астарақ сөзләң. Мен тәржіман қығанда, мен сіздің етішіп боламайым екен дедім. Болды қызым деп. Кейін бір хәпті Рабиянымыз білән, бүтін мұшы Брюссельдегі әр түрлік министрлар білән көріштік. Онан кейін ақпарат жығыны пресс-конференция болды, Amnesty орынлаштырушы білән. Кейін біз Люксембург бадық. Люксембургта бір нәтче шындақ хөкімет әрбаплар білән ұчыршып, Рабия анымыздың қанчылық инсан екенлігіне менің техмо түрмеден шықмай тұрып көзім еткен. Шу вақта менің демекші болғаным әбей, Рабия анымыз білән біз пойыз арқылы Люксембург бадық. Люксембургтың түшіпла, Рабия анымыздың кәйнеден бір кіші жүгіріп кеватыды, бір Норвегиядан келген бір кішке, өзі Европалық. Вай, Рабия қадір, сіз мен тондым, сіз деген рафты мұкапетін аған, сіз деген ұйғыр ханым деп, мошу шунчылық қолырдың сөйіп кетті бұл кіші. Рәсімләге түшіп, рәсімләні әнді шунчылық бір қошал болып кеттілік кіші. Шу вақта менің хис қығыным Рабия анымыз, менің әбәй демекші болғаным, түрмеден шығып, бұяқ мұхажиратқа шыққандың бері әмес, Рабия анымыз шу түрмеде ятқандың бері бұл ұйғыр давасының күчәйткен, тондыққан. Шу сәпәрдің кейін, менің әнді қысқартып етсам, шу сәпәрдің қайттым, Люксембургта мен ұзытып әттім, уақытта ашу yolдышысты қажы дадымыз білән, білі бұла кәтті. Мен yolды поезды кеветіп, шу вақытта, әнді оның алдыды ма менің әнді ұйғыр давасыда өзім ішләп кевататтым. Бірақ шу күндін татып, шу мен өзім қасам бәген. Рабия анымыз ұқшаш бір инсан уақытта әнді 60 яшлады болса. Шунчилік Қытайның түрмісі де, 2 жыллық қараңғы зынданда 6 жыллық түрмісіні татып, шықып, яна мұшу ұйғыр давасыны һәм немінден кечіп, ұйғыр давасыны қатқан бір анымыз челік мен боламаймен ма, мен анымыздың енда, та ашу өміріміз, Рабия анымыз ұзақ өмір бәсін, Рабия анымыздың енда та мұшы болмен деген вәді беріп, өзімге қасам бәген. Шу вақтын бері, мен мада Рабия анымызны қолымдың кәлгініче қоллап, қуатлап, Рабия анымыздың енда. Yaxşı. Endi bayağı dep öttüm. Rabia anımızmı mening bilishimcha özümü xalamaydigan hem milletimizmi xalamaydigan bir ahvol yuz berdi. Bununki bir misali masalan, endi men ilgirki programlarda jiq so'zlab o'tdim, bu asli Uyg'urning beshiga kelmasligi kerak deb bu ishlar bu kunlar. Ama keldi. Biz özümüzün liderini özümüz putlap jıqıttık. Bu yerda biz desem belki xatalaşıma bir türküm yaman niyetlik insanlar muştaq qıldı. Hazır ama milletimizdeki lideri sanalgan Rabia anımızdaki qanda künge qalğanlığını görüyatımız. Ama bu anımız hakikaten Kaysar ayalki. Hiç qaçan öz niyetinden yanmadı. Onun misali şu Amerika'da boğatqan namayışlarga ızçıl çıkıp atqanlığı, hem Paris'deki jığılğın bağıllığı, ma yakında mını Yaponiyadaki jığılğın berip, bu yerda bu kurulgan 8 taraf birleşip kurgan teşkilatniki reisi olup qaytıp geldi. Mesela siz mi badınız Paris'ga? Paris'de bir müstakillik teşkilatı ve Şarkı Türkistan meclis kuruldu. O yerda bir Moğol'ninki degan gepini anlap mening ko'zlarimga yosh keldi. O deydi ki, sizlar Uyg'urlar qanday millat? O'zinglarning bayrog'ini, bayroqlarini putlab jiqitdinglar. Bu bayroq jiqilmasligi kerak. Ammo bu bayroqni biz tiklaymiz qaytadan deb opirib Yaponiyada 8 taraf qurilgan bir xalqarалық tashkilotga rais qilib sayladi qaytadan. Siz shu gapni anglaganda shu Mo'ng'ulninki shu Parijda
Aş degan gaplarni anglaganda qandaq hissiyatda bo'ldingiz? Endi men birinchidan abaqi sizning buni Rabiya onamizning qurultaydan oliy rahbarlikdan ketgan to'g'riliqni azroq qo'shib ketay. Men Rabiya onamizning istifa berganini qo'llab-quvvatlayman. Nimishga desangiz, Rabiya onamiz u bir lider. O lider bo'lgandiki, lider vazifa olmaydi. Lider hammamizning, hamma Uyg'ur tashkilotlarining ham maslahatchisi, ham oliy rahbari. Shuning uchun Rabiya onamizning o'rni u bo'lak. O'zining lider salohiyati bilan